Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, bugünkü studiyamızğa qimmatli mehmonimiz hörmətli Adil Abdulg'afur akamizni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Qadrli qarindoshlar, bugünkü suhbatimizningki mavzusi bo'lsa yana shu Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga elib berayotgan kundan kunga farqli holatda borgan siri kun siri rezillashayotgan kun siri insonning kulgusini keltiradigan haqiqatan ichindiradigan darajadagi normal bir inson aqli qabul qilolmaydigan darajadagi bu safsatlari dunyoda har qanday bir inson anglasa hayron qoladigan quloqqa bir xil ajablanarlik anlanadigan bir xil siyosatları bu narsalar kundan kunga avj olgan shaklda elib berilyotdi. Biz bundan bir qanchisini bugungi vaqtimiz yetgancha paranglashib o'tishga tirishimiz inshaalloh. Yana Xitoy tajovuzchilari shu yangidan vatanimizga sekretar qilib bekitgan bu Chinchuango kelgandan keyin uningki burunqisidan najasi holatda ortiq rezillikni elib berayotganligi albatta xabarlardan elib berayotgan programmalarımızda xalqimizga ma'lum. Endi bu yana shu 16-chilar yana shu yig'in ochib buningdan keyingi siyosatlarida bo'libmi vatanimizning hamma yerda ijro qilishga urinayotganligini, ammo bo'libmi vatanimizning janub sharq Turkistonning janub birodardagi Qashqar, Xotan, Aqsu degandek bu yerlarda shu Xitoy kadrlar bilan Uyg'urlar bilan Xitoylarni urug' tuqqanchilik munosabati o'rnatishga buni bir siyosiy tuzum shaklda ijro qilishi kerakligini uqtirib yig'inashgan hurmatli Adil afandim. Shu siyosiyda hamda shu buningda xabarni o'qisak albatta uzun bir xabar. Buning ichida asosli plan tuzilayotgan narsa nishon, ya'ni Xitoyninki buningdagi bo'libmi janubdagi Uyg'urlar ko'p o'ltirishgan bu rayonlarda Xitoy kadrlarni butunlay Uyg'ur xalqi bilan har birisi oila urug' tuqqan bo'lish munosabati o'rnatish, Uyg'ur milliy kadrlarni bo'lsa milliy ishlayotgan bularning hammasini chuqur Xitoy xalqi, shu yerdagi Xitoy fuqarolari bilan urug' tuqqanchilik munosabati o'rnatib, bu ikki millatni bu shaklda asimila qilib tugutish, har bir ishini kontrol qilishdan iborat bir razil suiqasd yetayotganligi ma'lum bo'lganda. Davomli uning ustiga bu tafsilotiga kirgan qarorlik holatda bir-biriga uchrashib turish, bir-birini mehmonga chaqirish, öyleriga berib, mush shaklda har bir ishlarni zich xuddi urug' tuqqanlarda yaqin o'tish, buni ishga oshiramiz, buni bir siyosat shaklda ijro qilamiz deyotgan. Buningga endi qanday bir fikrlarni olib baqsak, shuni qanday qaraylar? Allah rahmet kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu timamda bugünkünde Xitayni düşman deb to'nigan, o'zini musulmon deb qaragan har bir Sharq Turkistonlik uchun agar tunib yesa muhim ko'ngil biladigan o'zining hissiyoti, istigini va aqidasining talab taqozosi bo'yicha harakat qilishga jiddiy her bir özüne Uygur men bir Müslüman degan kishini hareket atlandıradigan bir mesele. Lekin xalqimiz bunu da tushunib yetib olmayapti. Endi Xitoy shu biz Uygur qarindoshlarimizniki, biz Uygurlarniki shu qisqagina shu 49-yildan berinki shu 60 yillik ishg'oliyatida bizningki favqulodda bosh ko'tarib Xitoyga qarshi bir Xitoyni bir tavretkedek yoki bir ma'lum zaminning ma'lum yerini fethi qilib, ozod qilib, Xitoyni qo'g'lab chiqaramagan bo'lsaqmi, 60 yilni yoqi mayli qurolliq, qurolsiz bo'lsin, hamon biz 60 yillardan beri tinimsiz Xitoyga qarshi umumyuzlik bir kayfiyatning bir xil siyosiy ang tushunchaninki, yana vatanparvarlik, yana diniy e'tiqod nuqtasidan yani millet noktasından umumu ayrım bir medeniyetki ayrım bir itiqadga dinga taalluq bir millet ekanligimizdek bu nuqtani xalqimiz kundan kunga tushunib yetaylik.
Hem Xitay özününki hem de Xitay to'g'riliq nurg'un paranglını, nurg'un söhbetlerini, nurg'un muhokimani ilib baqdık hem de milletler tadqiqot nazariyasida aytganda Xitayning bugungi hozirgi kalom paylaşıp belki özünü yo'qotishtira olmagan darajada demek Xitayninki hozirgi davlatninki yuqori qatlamlari davlatninki markaziy hamda shu Cumhuriyet deb qo'ydi Xitoy tili bo'yicha shu Xitoyninki davlat rahbarlarining turadigan markazdan tatib ta mahallaviy boshliqlarga qadar Xitoy hokimiyatiniki barliq hokimiyat va kadrlar sistemasiniki hamma belgilari sohasi mayli askeriy sohadan mayli saqchi tarafdan bo'lsin mayli ma'muriy davlatniki qonun sohasida bo'lsin hammasi bir tavrinayotgan o'zaro ishonch o'zaro bir-biriga bo'lgan mustahkam bir davlat bo'lishdek bir-biriga bo'lgan bir bog'lanishlik bir siyosiy g'oyaviy nishoni jihatda shu Xitoy davlatiniki umumiy yuksak bir nishonining markaz qilgan holatda mandaq bir uyushqoqlik holati asosan mohiyatchi bo'lib bo'ldi Xitoyninki. Buning dalili hamda Xitoy o'tgan internetda jiq ko'rdi Xitoyninki shu davlatning yuqori darajalik rahbarlaridan tortib tuvan qatlamda mahalla boshliqlariga nurg'unlarning qo'lga olgan, turmoq tashlagan va nurg'un parxo'rlik, nurg'un ishlar yuz beraylik ekan. Odatda ama Xo'jintavdan burun chiqqan Jiang Zemin degan Xitoy rahbarini Xo'jintav degan o'tirg'i chiqiblar uni Xi Jinping qildimi, uni qo'lga olib, uni bog'lab turmoq tashlaganlik o xabarni tarqatdi. Anglatib ko'rdik ham. Demak, hamda hozir bugungi kunda Xitoyning umumiy televizorlarda xabar ko'ryapmiz. İjtimoiy masalalar cho'ng chiqib, nurg'un namoyishlar, nurg'un xalq bilan hukumat o'tirisida, Xitoy hukumat o'tirisida o'zaro ishonmaslik, jidal majra ko'paygan turdi. Bu buning alomati endi. Endi Xitoy o'zining bu qadar o'zini kontrol qilishda qurol kuchi bilan faqat pulga tayanib zo'ravonlikni chekidan oshirib zulm bilan biroz o'zini davlatdek tutib turgani bilan bayodin degandek mohiyatda allaqachon davlatniki xalq bilan hokimiyat, xalq bilan askariy kuch, xalq bilan saqchilar o'tirisiga munosabat asosan biroz chak ketdi. Shuning uchun Xitoy bizning Sharq Turkiston tuprog'imizni, ya'ni Xitoy tili bo'yicha bo'lgan bu Xinjiang zaminini tutib qolish, saqlab qolish Xitoyning bugungi Xitoy davlatini saqlab qolishning eng muhim bir nuqtasi bir bo'lib qolganligi. Xitoy buni biliglik. Shuning uchun Xitoy bugungi kunda bizning vatanimiz Sharq Turkistonni saqlab qolish uchun har qanday bedel to'lashdan yanmaydigan, qanchalik qonning to'kilishi, qanchalik zo'ravonlik ve devlet xarakterlik Xitoy davlatining shu davlat darajada bir terrorlik hareket, shu davlat nomida davlatning o'zining qo'li bilan Sharq Turkistonda darajadan tashqari terrorlik hareket yuz beryapti. Endi ma xalqarada nurg'un tuvan qatlamda amma xalq terrorlik degan bu bir xil yomon bir sifat bir hukm paydo qilib haqqi buni to'g'ri uqmoqlik. Ammo terrorlikdanki asli maqsadi endi xalqarada umumlashgan G'arb dunyosidan kelgan bir so'zgan bu. Endi bu terrorlik qanday harakat, qanday atalg'u, qanday hukm berdi degan vaqtda buning hammamizga tushunishlik bu faqat o'ziga taalluq bo'lmagan ma'naviy, moddiy sohalarga, masalan, davlat bo'lsin, mayli qanday narsa bo'lsin, uning qonunsizlik bilan zo'ravonlikni o'rtaga chiqib, uni buzib o'tish ya mening qilib o'tish degandek bir xil ko'p xalqning ongida tartibli tuzumlashgan, nizomlashgan bir jamiyatda hech qanday qonun nizomsiz, hech qanday tartibsiz hech kimning uni qo'llash raisiz hamda bevositlam berilgan buzg'unchilikning hammini terrorlik deb qaralib keldi. Xitoy bugungi kunda dal bu harakatni qilyapti demdi. Hamda shuning uchun Xitoyninki hozir Sharq Turkiston olib berayotgan siyosatlari yuqori degandek masjidning mehroblariga qadar Xitoyning bu nejis topini yetdimdi. Hem demek Xitoy yanada bizni tushunmayotdi. Yani Uyg'ur xalqini tushunmayotdi. Xitoy o'zininki yuqori degandek bu 1 milliard 400 milyon nüfusumuz var, bizningki bu kadar cho'ng zamin tuprog'imiz var. Biz dunyoda jahongir davlatlarininki va taraqqiy qilgan
yükselgen devletlerninki askeri güç ve hukuk, nüfuz, iqtisad jihatdan taraqqiy qilgan devletlerin qatorida o'rin oldik deb biroz o'zini birdan bir sharqdagi bir nocha deb qarayotgan bilan Xitoy şu bu 1 milyar 300 milyon xalqini ideologiya jihatdan kontrol qilib uni yeteklab mangdigan Xitoyni bir aql egalari e'tirof qiladigan va aql egalarini qoyil qiladigan bir ideologiya manbasi yo'q. Endi Xitoyning hamda xalqi asosan sharq tarafning odamlari shu Guangdong deymiz, shu Zhejiang taraf, andan shu Changsha, Beijing, Shanghai, Tianjin taraflarida asosan Xitoyning odamlari buddist yoki xristian hamda. Ama komünistler asasen şu Xitayning ishkida telmirib jan baqmasa turolmaydigan va yashamaydigan yelin to'ylari yana shuni qabul qilqilik, ammo Xitoy asasen ishkir o'lka taraqqi qilgan rayonlarda hamda yaqinqi zaman Deng Xiaoping degan bu mal'un o'rtoq chiqqandan keyin biroz yutilgan bir siyosat yurgizib 80-yilning 5-dan tortib qilgandan keyin hamda Jungoninki Xitoy davlatininki xalq Yevropa bilan G'arb bilan bo'lgan, dunyo bilan bo'lgan keldivadi ideologiya almashtirish, mesela madaniyat almashtirish, keldivadi ilm setim, savdo, sayohat ishlari nihoyatda ko'p yuz bergan. Shu orqali xalqi ko'plab xristian aqidasini qabul qilib ketganlik. Bular xristian aqidasini qabul qilganlar dunyoning Yevropa va G'arb tarafiga chiqib beriqlik, Amerika tarafidagi andaza bular G'arbdan va Amerika tarafidan bular biroz demokrat tushunchasi insan hakları hukuku degandek bu naslini tushunib asosan Xitoyning davlati bizda 60-70% tushuncha jihatdan g'arbcha demokratlashib bo'lgan bir davlat. Xalqning engi bu turg'izilib bo'ldi. Tashqi ko'rinishda Xitoy buni bildimdi. To'g'ri. Faqat Xitoy hozir ishkir taraflarini biroz o'z mayli qo'yib etib, ba'zi zulmni asosan Uyg'urlarga yoki mushu Xitoy davlatininki mushu G'arb tarafiga Uyg'urlarni markaz qilgan, anda zamoy Tibetliga yoki asonliq millat deb qaralayotgan Mo'ng'ul tarafiga yurgizilgan Xitoy. Endi mushu umumiy Xitoy davlatininki mushunda siyosiy, ijtimoiy hodislarning ko'plab chiqish va Xitoy davlatininki hokimiyat sistemasining tavrinib qilishdek bir holatninki asosan buningki kelib chiqishi va bu Xitoy davlatininki hokimiyat sistemasining tavrinishining birdan bir ta'sir ko'rsatadigan rayon degan yana Xitoyning umumiy mulohiza bo'yicha Sharq Turkiston bo'lib qolganlik. Shunga Sharq Turkistonda Xitoy medeniyat inqilobi zamonidagi 60-yildan 80-yilga qadar 20 yil Xitoy bu zamonda hamda nurg'un chekidan oshgan zulmni olib berganlik hamda. Xitoy ko'nglida biroz shaklini o'zgartay degan bo'lsa-mu, faqat 60-yillardan 80-yillargacha bo'lgan bu 20 yil ichida mavzudan kafirning qo'llangan siyosatini umuman bugungi kunda Sharq Turkiston xalqiga bir yurgizmoqchi bo'ldi. Ma shaklini azaq o'zgarsa-mu, xo'sh, biroz mohiyat jihatdan o'zgartmoqchi bo'lsa bo'ladi, ammo mavzudan zamoni bilan bugungi Xi Jinping zamoni o'xshamaydi. Chunki mavzudan zamonida hamda o Cankeshi'den kalgan konu Jungo'da bir şu çağdaki G'arbdan Sovetdan ko'chirib olib qolgan bu atalmış her qanday narsa yangi narsa biroz haqqa biroz ko'zini olib chekmay qilib o bir yangilik to'yilib ba'zi yesiyachan odamlarga o'zini jalb qiladigan narsamni. Xo'sh. Shuning uchun Rustum qabul qilgan bir kommunizm bayrog'i bilan Mavzudingning boshchiligida Kompartiya o'rtaga chiqib Cankesh o'zining xalqidan, o'zining millatining davlatini aldab tatib olib, 20-30 yil bir davron so'ygan bo'ldi. Endi Koni Jungo'da namratlik chekidan eshib, bo'lib Mavzudingning zamonida ochachlikdan nurg'un adam o'limitim ko'p yuz bergan. Odatda Xitoyning davlatida Mavzuding zamonida haq bir to'xini hukumatining so'rqisiz bakanmaydigan bir ishki qo'y qilib bakanmaydigan darajada ashunda kooperatsiya tuzilma siyosatida ashunda darajada Xitoy to'yib ketgan. Yo'qsizlik, ochlikdan, namratlikdan, faqat qo'saqdan boshqani o'ylayolmaydigan bo'lib ketgan davlat xalqi. Endi
Şun hazırki Mao Zedong'un siyasetini hazır yürgüzemeydi. Çünkü Mao Zedong'un siyaseti kadar tötürepni itip devlet halkını içeri çıkarmay, kavap başında buruqtuğumu kılıp, kosaqtın başkını oylayamaydıgan kılıp, Kompartiya bilen kosaqtın başkını oylamaydıgan, Mao Zedong'dan başkını bilmeydigan dünyadaki dayılardan aşındaki bir bikinme, aşındaki bir dugumu siyasi kontrol torunun içinde başkırıp halkını kıygan. Hem de bu Mao Zedong'un 20-30 yıllık bu manevi, maddi ücreti eğer namratlaştırış siyaseti de kosağı toymay, yelini töş, aç kosak sergişe olup kalgan Cungo halkı bugün günde biraz keyinki bu nimelige aldırıp geldi Mao Deng Xiaoping'den başlap ta Jiang Zemin'den ta bugünkü Xi Jinping'e geçip aldırıp geldi kimdi. Halk bugün günde biraz kosağı toyda iktisat taraf kıldı ve dünyanın uzak garip bilen uzak şerq taraflarından umumutluqı uçur alakanın asallışıga, kulaylışıga ergişip halk dünyanın umutuna düşendi. Şunun için komünizm siyasi en önemlisi Rus'un zeminde netice 70-80 yıl devam kılgan komünizm köz karışı bu 90 yıllardan kelip bu berbat bulup bu yarı yeksan bulup süpürüp taşlanıp yana Hristiyan akidesi yani garbçı bir demokrat tüzüm bilen Rusya komünizm juldur kepen çapanına saçlayıp yutip yana garip taraf boyunca yani Hristiyan akidesininki Hristiyan medeniyeti bilen yani garip devlet tüzüm yani demokrat tüzüm birleşken bir devlet barpa oldu. Endi bundan Xitoy Rus'un öğrenigen bu konu fikrini bırakıp taşlayıp için azırak devletin özünün inovatını saklap keliş için Cumhuriyet Sosyalizm degan bir bayrağını kötürüp çıkıp yani halkını 20-30 yıl aldığan oldu. Muşarlıqda hem de halk yani bu aldaşlığımı biraz hem de hazır işkir ülkede biraz asasen ictimai hadisler, narazılık fikirler, halk bilen asker ve sakçı oturuşga tokunuş, devlet boğan narazılıknınki köplep yüz birisiga ergişip hem de halkның ko'ngildan Xitoy asta bugungi kommunist hokimiyati asta jiraklashga boshlagandan keyin Xitoy qo'liga iqtisodga zo'rlab, iqtisodni taraqqiy qildirib, qo'liga qurol elib, bir qo'lida qurolni, bir qo'lida iqtisodni tutib turib, hamda bu davlatni shunday aldab boshqarish to'g'ri keldi. Endi Xitoy shu qadar tadbir qo'llansa, bu Xitoyning davlatiningki ijtimoiy va siyosiy muqimligi va o'zaro davlatning umumiy sistemasida Cumhur sosyalizm ve Cumhur halkınınki bu Xitoy davlatini qo'g'dash, saqlab qilish ve onun uzun zamangacha davran sürdürüş için bo'lgan ishonchi asta yo'qolishga boshlab mangdi. Şoň bugungi kunda bu yo'qolishga boshlab ben bizdinki bu Xitoyning ichki o'lkalarida Xitoyninki Xitoy tushunchasida Xitoy davlat ang tushunchalarida bu xildagi ma'naviy va ijtimoiy hadislarning ko'plab yuz berishga ergishib hamda bizden 80 yıllardan beri bizden Uygurlardaki İslami uyg'unish ortaga chiqdi. 90 yıl bari inqilob yuz berdi. Undan keyin G'o'lji voqeasi yuz berdi. Yaqinda Urumchi qatlami yuz berdi. Bu uch cho'ng inqilobninki ortaga chiqishi bilan Xitoy ana Sharq Turkistonni qo'ldan ketish mumkin degandek bir endisha bilan bir ensirash bilan o'ziniki bu qalliq qo'lini bu zamonga uzatishga boshladi endi. Endi Muşu qalliq qo'lini mush zaman uzatish bilan hamda mush zamanda cho'ng tekin aşqa mush Xinjiang zamanini Xitoy tili bo'yicha bugungi Sharq Turkiston tuprog'imizni saqlab qolish uchun Xitoy hamda nurg'un hamda xalqaro munosabat jihatdan bo'lsin hamda atalmış Xinjiangni gullantirish va Xinjiangga yordam berish degan har xil vositalarni qo'llanib ancha muncha bizningki ba'zi rang jihatdan ba'zi moddiy ehtiyojlarimizni ba'zan bilqat o'zgarishga sebep bo'lgani bilan yani mahiyatan bizning dinimizga yani milliy hissiyatımızga yani Sharq Turkiston davlat da'voyimizga Sharq Turkiston mustaqillik da'voyimizga bo'lgan qarshiligi Xitoyninki Mao Zedongning zamonidan hozir biroz chekidan eshib ketganligi. Xo'sh. Buning ifodasi bizning 3 qatimliq bu barin jihodidan boshlab barin jihadida asosan %70-80% dini sahadaki ziyalilerimiz, %20-30% pende qo'ygan Xitoyning qo'lida tarbiyalangan ziyalilerimiz qatorliq ikki tarafdan shunday bir ziyalilarda bir uyg'unish maydoniga keldi. Xo'sh. Lekin bu uyg'unish barin jihodi umuman din va fan sahasida yetilgan ilm hukmlarini ziyalilarni biroz uyg'otishga sebep bo'lgan bo'lsa,
Enindeki bu asta davet ve tebliğ okusu kengaygendikin anıza halkның Xitayның resmi bizge bir düşman bir tajavuzchi işgalchi bir kafir dinimiz tilimiz yazığımız hiç neyimiz okşamaydigan ayrım bir medeniyetlik ayrım bir ideologiyadik ayrım bir küfür millet bulab ekanligidek bir xil düşünce asta bizning xalqimizning o'chaq beshig'ichi hatta çayxonaning suhbatlariga bu yetib bordi. Şunun bilan anıza bizdeki bu G'ulji fevral voqeasi anıza Urumchiga mushu bu Urumchi qatliamida 2008-9'da yuz bergan anda asosan yani Xitoy hamda bizni hech unda bo'lmasmikin deb bu qibda qilmaydi-ku degan odamlar deb qaragan odamlardan Xitoyga bo'lgan qarshilik qo'liq tosh kesak elib Xitoyga qarshi bu ishlar yuz berdi. Xitoy degan endi Turkistondan bo'lgan ensirishi bir endişe haddidan eşiyordu demdi. Hem xalqarada hem de bu milletçilik davası bilan bo'lsin, İslam davası olsun, endiki Afganistan'da bu Suriye'deki bizninki meyli qandaqlı olmasın, biz Uygurlar için bir iş qilamagan bolsaqmı chet elde köplegen teşkilatlar, vatan ve millet din davası bilan köplegen teşkilat meydan keliglik. Bu xalqarada mesela bazı çoğ teşkilatlarda kun tertip keliglik misal. Yani xalqaro çoğ devletler bunu mesela Avrupa tarafından, Amerika tarafından yoki devlet qo'llaqliq bu da'volarimiz. Shuning bilan Xitoyninki Sharq Turkistonni saqlab qolishda ichki jihatdan, tashqi jihatdan va Sharq Turkiston o'zidan bo'lgan qarshilik kundan kuchaydi. Endi Xitoy shunga asta hamda ilqi qo'yni hamon bo'g'izlangan qo'y ilqi putquli tushalgan vaqtidami pichoq so'z hamon pitirlab qolgandek Xitoyning bo'lgan Sharq Turkistonni saqlab qolish uchun bu bir bitirilishi. Allaqachon Sharq Turkiston xalqining qalbidan Xitoy o'chdi. Xitoy hokimiyati atalmış Cungut sosyalizm degan bu atalmış naslari bu islom dinini Cungut sosyalizm uchun xizmat qildiramiz degan bir siyosatni Xitoy ko'tarib chiqildi. O xalqimizda ahang o'sdi. Kommunizm qanday bir tushuncha, buddizm, mayli bo'lsa xristian dini, islom dini, budda dini qatorliq bu dinlarninki asli mahiyat Qur'on hadisga bayon qilinishi, bu dinlarninki bir bilan bo'lgan munosabat va bog'lanishi, undan keyin bugungi islom dinimiz va Qur'oni Karim va hadisninki bugungi kunda insoniyatga qanday bir insoniyatga qanday bir talabni qilayotganligi, bu Qur'onni tushungan odamlar qanday bir güzel bir yo'nalishda to'g'ri mangda qatorliq bu narsani xalq tushundi. Tushungandan keyin Xitoyning qisqartib aytsak, Xitoy meyli xalqaro jihatdan, meyli vatanimizning ichi jihatdan, meyli Xitoyning o'zining xalqi tarafdan hamda Xitoyninki hamon alqada chak-chakdan parchalanishdik, hamon Sharq Turkiston yoki Tibet qatorliq bu zaminlarninki hamon Xitoyning qo'ldan ketishdik bir xil alqi balaning tug'ilishi yaqinlashgandek bir xil hadis Xitoyning o'zini biroz adres qiliqliq hamdi. Xo'sh, bu Xitoy o'zininki xalqinimi Xitoy doiralari shu hukumat doiralariga bo'lsin, har qaysi shu ish o'rinlaridagilar o'zining xalqini rozi qilib bo'lmay turayotgan bir sharoitda, chunki Xitoyga muxolif to'rbatlarda bo'lsin, Xitoyning ichkiridagi ishlarda bo'lsin, nurg'un xalq Xitoyning hozirgi hokimiyatiga qarshi nurg'unlagan faoliyatini elib borayotgan ko'rinishda oxirgi yillarda nayt ko'plab maydonga chiqib o'tdi. Xalqimiz abay so'zlab aytgandek rozi bo'lmagan bir sharoitda boshqa tamoman ayrim bo'lgan hiçbir jihatda bizning o'xshashligimiz mumkin bo'lmagan bir xalqqa ya Uyg'ur xalqi bilan Xitoyning o'rtasida urug' tuqqan munosabat o'rnatamiz, urug' tuqqanchiq deb pulimiz deb shunday bir kulkilik ishni qilishadi. Abduqodir akamning bir gapi bor. O'z vaqtida satgan mesafasi sifati bu ikki millat ayrılanmaydı. Xitoylar Uyg'urlardan ayrılanmaydı. Uyg'urlar Xitoydan ayrılanmaymiz deb hamma yashaflab aytgan so'zlar bor. Shu Abduqodir akamning nima deb ayrılanmaymiz sen bilan deb gapi bor. Nərimiz oxşaysan bilan ayrılanmaydiganğa deb. Yani bu əmdə şunda özünün xalqını bir az qıplamay turayotgan bir tajovuzchi bu Xitoyninki bu ishg'ol ostidagi bu xalqqa sizcha qancha ta'sir oldi buningki, bundaq siyosatninki? O asli uni Xitoy uchdan ayrılanmaslik, az sonliq millatlik, ko'p sonliq millat ayrılanmaslik, ko'p sonliq millat, az sonliq millatdan ayrılanmaslik, az sonliq millatlar o'zaro bir-biridan ayrılanmaslik degan bir narsa ko'tarib chiqildi. Mana qachon dedik u gapni cho'ngmasam balkim bu gaplar. Xo'sh. Endi Xitoy
Hem de bizi karta Uygurlu Xanzul Uygurlardan ayrılmaydı deglik ama Xitay milleti birbirinden ayrılıp getiş biz emez. Xitay milleti içki ülkelerde birbirinden ayrılıp getiş xavfiga duch keldi Xitayning devleti, Xitay hakimi sistemasi hazır. Endi bunu taşın tayak çangılmaydı. Ben yukarı degendek endi biz Uygur xalqi 7 yaşdan 70 yaşgacha Xitayning kimligi bir tajovuzchi, ishg'olchi, bir dinsiz, kommunist, bir kafir. Ezelden bizden hiç qanday aloqamiz yo'q ekan xalqimiz millet bilib yetdi. Andan keyin Xinjiang degan ismdimi Xitoycha yozilgan bir xat Zozongtang tunji qadam ishg'ol qilgan vaqtda Xin degan so'zni yangi degan ma'noni bildirib, Jang degan so'z chegara. Bu chegara rayoni, ya'ni Jangda bu belki şu chegara rayoni Türkiston vatanimizningki ikki dona cho'ng qumluq ve 3 tane Karakurum, Tangritaq ve Altay tağları qatarlıq muşu 3 tane çoğun tağını, 2 qumluqni, onun chegara liniyasini sızıp çıqqan bir kichik bir Jang degan bir xatni sızıp chiqqanlik Zozongtang. Endi o Xinjiang degan xatning o'zida bu yangi chegara rayon yoki yangi ochilgan rayon degan ma'noni bildirdi. Xo'sh. Endi Xitoyning o'zining davatgan gapidimi? Faqat bu Turkiston zaminimiz azaldan Xitoyning emas, Xitoy yangidan kelib qolgan bir millat ekanligini shu Xitoy qo'ygan Xinjiang deb o'zgartgan xatning o'zi buni bizga bildirib turdi endi. Demak, buni albatta bizning o'quvchilarimiz Xitoycha o'qigan, mayli Xitoy tilini bilgan Uyg'ur ziyolilar biladi bu narsani, endi. Xo'sh. Xitoy bunaligi o qadar kuchaygan sari hamda yuqori degandek bizning xalqimiz asosan mohiyatda milliy kimlik, islomiy kimlik, mayli til, yoziq, ayrim bir vatan uqum jihatdan Xitoydan mutlaq ayrilib bo'ldi. Bu so'g'igacha, o'ygacha kirganligini hozir biz Xitoyning bayrog'ini meshitga emas, o'yga qadab qo'y Xitoyning bayrog'ining rasmlari ya Xitoy davlat girbining resimleri uyda namoz o'qigan vaqtlarimizda ya kitob jurnaldan chiqib qolib qolsa, ko'ta uycha ma bilan o't qilsal deydigan mana bu hayotda cho'ng bo'ldik biz. Endi ota-onamiz bizga ani o'rgatgan. Bugungi kunda ona bir masjidning merobsiqcha uyga echib qilgan degan albatta bo'la Xitoyning zulmidan, besimidan sukut qilib turgan bo'lsa-mu, Xitoyning kimligini, uning bayrog'ining qanday bayroq ekanligini, uning davlat girbini ve Xitoyni obdan tushunib yetaylik xalqimiz. Qabul qilinmaydigan darajaga yetdi. Xo'sh. Shuning uchun bugun Xitoy buni tushungan Xitoy hamda ya'ni faqat o'zining qurolning tepkisini hakimiyat chiqadi degan Xitoy falsafasi bo'yicha hamda o narsa qurolning tepkisini hakimiyatdan chiqmaydiganligi bugun o'rtaq chiqib qolganlik. O qurolning tepkisi bilan qurol bilan hakimiyat qursa-mu, umuman xalqning qalbini mayil qilinmasa, xalqning qalbini utanmasa, xalqni o'ziga xalq bilan o'zining o'tirisida mehr muhabbat bağlanış paydo qilinmasa, hakimiyatning davom qilmaydiganligini Xitoy bugun tunib yetaylik. Bu Xitoy qurolning tepkisidan hakimiyat chiqdi degan gap mavzuning so'zi. Lekin bugun kunda qurol kuchi bilan sizlar shu qadar bu hamda bunu tunib yetib hamda hozir urug' tuqqanchiq bu safsatisini, bu munosabatni shuning uchun yo'l qo'ydi demoqchiman. Yo'l qo'ydi, ammo bu halqi taşın tayak tangını bulmagandek kasla. Bu herkes qo'llashmaydi. Endi xalq amal yo'q, ha deydi. Bu amaliy jihatdan unda xalqqa urug' tuqqanda yaxshi muomala qilishiga asla mumkin emas. Bu bir siyosat shaklida o'tirib qo'yotdi, buni majburiy shaklda tengib bir insonga do'stlik, bu urug' tuqqanchiq munosabat degani bir tengib majburiy tanilgan narsa emas-da bu. Yillardan buyon bir inoq o'tishimiz kerak. U bu dedi, inoq o'tdimi bu xalq? Mumkin emas inoq o'tishida. O'xshamaydigan bir xalq. Uyg'ur xalq savolsiz emas. Bugungi kunda xat yozolmasimi Xitoyning kimligini bildi. Tunigin buvoqlarini qirgan, bir bola o'shiq tug'ilib qolsa 40-50 ming Xitoy pulini qiqirib turib, uyini malkallarini setib turib pakan olgan, jariman olgan, Uyg'urni bu qadar qaqshatgan, ishdan 50 yil, 30 yil, 40 yil burun Qur'on kitoblarini ko'ydirib, ulamalarni o'ltagan. Yaqin eningdan G'ulji qatlami, Urumchi qatlamidan nurg'un Uyg'urni o'ltagan Xitoyni Uyghur xalqı bilmey kalmaydı. Bu herkes mümkün emas. Bunun da inşallah her bir yamanlıktan bir hayırlık var degan boyunca hem de inşallah bu besim yuqurlavergen sene bu bir xalq. Hem de ovuçunun kuralı olsa kekinin xudası var degan bir gap emasmi?
endi Xitoyning quroli bo'lsa, bizning Xudoyimiz bor, Rabbimiz bor. Bizdagi haq bir da'vo bor. Faqat Sharq Turkiston bizning, Xitoy bizning dushmanimiz, bizni ishg'ol qilib kelib besib olgan. Tarixda 50 yillardan beri bizning buvoqlarimizdan tortib, bizning Xitoyning zulmi ananing qarnida tug'ilmoqchi bo'lgan buvoqqicha yetiglik. Buni xalq obdan biliglik. Biz bir adam anamızga ya hadisanlarımız hakaret qilib qo'ysa, biz bütün şu kadar g'azabimiz, achchig'imiz kelib, biz pichoq ko'tarib chiqadigan bir jasur millatdik. Hilmi ham alhamdulillah bu xildagi alomatni, xarakterini tek yo'qotmadik deb qarayman. Bugun kunda biz buni yo'qotgan bo'lsak, bugun kunda u ayollarning hijobni olsan, o'zingni yapapsan deb saqchilar yaqinlashsa, nurg'un qarindoshning qo'liga pichoq qilib saqchilarni o'ldirgan ya o'zi o'lgan nurg'un ishlar o'tirib chiqardik. Biz tek bu xarakterimizni bu madaniyatda tugatmadik. Endi demak, endi zulm haqiqatan chekilgan eshiqliq va Xitoy jiq endi Uyg'urlarning bugungi qurolliq bir bosish xarakter bir qo'zg'olon o'ltirib chiqolmagandan keyin bizni Xitoy biz Uyg'urni önünü içi çürüp ettik, baş ekledik deb qarash mumkin, ama yuqori degandek bu bir ruhni, bir haqiqatni quroldan bo'ysundirib bo'lmaydigan bir narsa. Uning hamma dunyo e'tirof qiliqliq. Bugun kunda Xitoyning Xinjiang, men nima uchun bu Guangdongni, Xinjiang, Shamin degan o'lkalarini, o Xinjiang, Shamin ya Shanxi azaldan Junguning bir ayirmas bir qismi uni demaydi. U azaldan Junguning zimini. Lekin nima uchun bizni deydi? Xitoyning ayuzi nima uchun bildirib turibdi har fursatda. Türkistandan başka ülkelerinin, işkilik ülkelerinin hepsini biz azaldan Şanghay yoki Beijing bizning ayrılmaz bir qismimiz deb uni herkes demeydi. Ama bizning Türkistan'a deb turdi. Xinjiang bizning azaldan ayrılmaz bir qismimiz, Junguning bir ayrılmaz bir qismi deb. Mening emas degan gap. Xinjiang degan xatning o'zimi Xinjiang mening emas degan gap. Xinjiang azaldan bizning bu davlatimizning ayrılmaz bir tuproqi degan gapning o'zimi Xinjiang azaldan mening emas degan bir gap. Bizning tilimizning, yozig'imizning, dinimizning, milliy shaklimizning o'xshamasligimizning hammasi Xinjiang azaldan Xitoyning emas. Yani bu ayrim bir Sharq Turkiston nomli bir davlat. Ekanligi bu bizning 7 yoshdan 70 yoshgacha har bir o'g'il qiz buni savodsiz edimi, dehqon buni tunib ketdi. Bugun Uyg'urlar 10 mo'ya kepasadigan bir Uyg'ur, shu 10 mo'yaga ketadigan bütün ish emgak qantar ketadigan iqtisod hamma narsani yig'ishtirib yil oxirida shu 10 mo'yadan oldigan hosilni chiqarib bozorga solsa, ya uni jinga solsa, bizningki shu 1 yil 10 mo'yak ishlagan ish haqqi chiqmoqliq. Ketgan mablag'. Xitoy buni bilib turib, shu 10 mo'yaning shu kech kunduz tipirlab o'mlab ishlaydigan, aran qo'sqini vaqadigan, yerdan bir pun foydalanmaydigan bir siyosatni Xitoy yurgizib, Uyg'urni etizlikdan kirolmaydigan qilib yetiklik. Hatta bugun kunda hozir anglayman degan soat 8da bayroq chiqirdi ekan, butun xalq yig'ilib 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi maktabdan tortib, maktabda o'quvchilar maktabda, dehqonlar, savdo tijoratchilar shu o'zi chaqayada har kuni mashq chiqqanning o'rnida bugun bayroq chiqirgan chiqdi ekan. Bu kunda qilaversa, majburlaversa uning amal yo'q, bechora xalq qurol bo'lmagandan, kuch bo'lmagandan ma'qul deb turdi-yu, qalbidagi Xitoyga bo'lgan g'azab va nafrati bu o't kun-kunga tutishadi, kun-kunga oshadi. Bugungi kunda bu Uyg'ur xalqim biz endi ya Xitoyning qo'lida uylab tugaymiz, ya Xitoy bu zamondan qo'g'lon qilib uylab tugay chiqariladi. Ikki hadisning birisini Alloh bu zamonga taqdir qilmagichilik, bu to'qinish, bu surkilish hargiz xotim berilmaydi. Bu biz uchun endi mavqeda mustahkam turib, Xitoyning bir dushmanimiz ekanligini tunib yetib, hatto bizni sayda qilinmaydigan darajada ashna chirmab boshqarib olsa-mu, Rabbimiz Allah, sen kafir bizning dushmanimiz, sen tajovuzchi, islomning dushmani degan nuqtadan mustahkam turib, Xitoyga tik turib jon bera olsak, bu biz uchun bir g'alaba, diniy nuqtadan aytgan vaqt. Ama Xitoyningki bu bizni urug'tiqqan bo'lib, haliqadek o'choqning beshigacha uyga kirishib, jamining marrabqish qadam qo'yishib, bu Uyg'urlar Xitoyning majburiy urug'tiqqan bo'lishga va majburan bir-birini mehmon qilishga va majburiy masjidning mehrablari Xitoy o'zininki Xitoy istixborotlarini oshkora yo'shin g'alchillarini ekirib, imom xatiblarning jamoatlarimizning bütün amal ibodatlarining bütün hareketlerini 24 saat Xitoyga ma'lum qilib turadigan darajada
bu kadar sınıp çırmap kirdim deb Xitoy o'zining huquqiga, puliga, qurol yarog'iga ishinib, buning biroz o'zi Xitoy ko'ranglayotdi. Ammo allaqachon bu narsa xalqning qalbidan o'tgan va yo'qolgan bir narsa bu. Xalq amal yo'q. Bu yerda o'z xalqning jasadi o'ladi. Degan bir bizni o'ltirgan bilan, bizni yo'qotgan bilan Uyg'urning Sharqiy Turkiston musulmonlarininki Allohga bo'lgan, u vatanga bo'lgan, bu millatga bo'lgan, u tuproqqa bo'lgan Xitoyga qarshi bir jihodiy, bir inqilobiy ruhga bo'lgan bu tushunchasini, bu ruhini menga yo'qotolmaydi. Uyg'urni butun qirib tugitib bitilmaydi. Buning biz Allohning bergan bir sinoqlari biz ham tarixda bu kundagina Xitoy bilan bu Xitoy bizdan xotirjam bo'lgan bo'lsa, Xitoy u qadar qilmaydi. Xitoy bizdan xotirjam bo'lolmay, bizdan texam ansirab, mush Uyg'ur bosh ko'tarib qolib qolsa, Uyg'urning gibi Yevropada millatchilarning gibi qo'llayotib qoladi. İslam dünyasida musulmonlarning mujohidlarining gibi qo'llayotib qoladi. Sharq Turkiston mustaqillik, islom ozodlik da'volari dunyoda kundan kun eshib qoplab dunyoni, Uyg'urning dardini tinchlaydigan jiq odamlar dunyoda ko'payadi. Deb Xitoy o'zidan ansirab bu harakatni qilyapti. Ammo bu inshaalloh bizga bir yaxshilik, agar to'nib yetsak, yaxshilik bo'lsa, biz buni chidashimiz kerak. Endi har bir Sharq Turkistonlik xalq, endi qanday bo'lmasa Xitoyningki bir qirg'ichi, bir qon to'kichi, qon shurg'ichi, bir tajovuzchi, bir kufr, bir kommunist, kafir, ishg'olchi ekanligini har bir Turkistonlik unutib qolmadi va unutib qolmasligi kerak bundan keyin. Bu Xitoyningki bu mecbur urug' chiqqan bo'lish, bizning islomimizni o degan kafir tamoq yeb qo'ygan qachon suv ichgan bizning bolalarimiz kafir tamoq yeb qo'ygan qachon suv ichmaydigan, kafir tutib qo'ygan olmini yemaydigan, kafir tutib qo'ygan nonni yemaydigan mundaq bir yetilgan millat. Odatda 96-yillar Qashqarda bo'lgan voqea bir qassob bola kelib, bir qassobning qashiga kelib bir Xitoy bir go'sht deydi. Ana shuning bilan u qassob bola Xitoyga bir go'shtni kesidi. Kesgandan keyin u Xitoy qo'pib, "Ma yog'lab ketdi, qarasini san o'ldi" deb to'li gap qilgandan keyin endi uni norozi qilib qo'ymay deb yig'in elib yetib, yana bir go'shtni keskichi azroq achchiq kelib, uning pichoq qo'liga tekdi. O'zining qo'liga. Qassobning. Shu orqali qo'li kichigina qanab ketib qolgandan keyin endi shu qon juqi kichikkina bir cho'vining qandek bir qon Xitoyga bergan go'sht tegib qolganmi yo? Yoki shu sen qon kesib yetgan qo'lingni bizdan go'sht berding deganmi? Shu orqali go'shtni olmay ketdi. Olmay ketgandan keyin sen anda yana hamda buning boshqa yerdan kesib beraymi, yoki desa unmaydi. Shuning bilan bu go'shtni kes desa ya olmaymi demaysan, shu dizel chiqib Xitoy verdi uni bir satlab tillaydi. Shu orqali o bola Xitoyni bo'g'izlaydi dedi. Chunki Xitoy berib bo'lgan go'shtni elib qo'yaqliq. Go'shtni Xitoy tutib qolganligi uchun. Xitoy bergan go'shtni bir qadam tutib qo'yganligi uchun bola sen o'zing olib ketsangiz Xitoy unmagandagi Xitoyni bo'g'izlayib o'tganlik emas. Shuning bilan keyin askarlik, saqchilik kelib bolani etiqliq. Demak, bu narsa shu bolaning dabni marosimida Xitoy minglagan saqchilarni furaj kiyindirib, janozaning atrofini qurshab, shu bolani dabni qilmoqchi Xitoy zerek sezgir tutdi. Bu bolaninki voqeasi hozir Qashqar xalqining, misol Turkiston xalqida u bundaq masala jiq yuz beryapti vatanning, yuz bergan vaqtida. Demak, mush masala azaldan bizning normal Xitoy biz garchi namoz o'qimaydigan, fasiq, fajir bo'lgan Uyg'urlarmi Xitoy tutib qo'ygan narsani yemaydigan, Xitoyning qachisi tamoq yemaydigan bu qadar turmush odatimizda bu madaniyatimiz singib ketgan bir axloq. Shun qo'qab pichoqlarni, qassoblarni Xitoy hozir bizdan shu pichoqdan tortib hozir oshqan qassob qolsa butun qing'roq chazamiz bog'laqliq. Hammasi Xitoy o'zi qo'qigan avval qo'l ko'taradi degandek qiliqliq. Bu endi nima deymiz endi bu Kompartiya yaxshi, Kompartiyaga rahmat deb Kompartiyadan suyunadigan, Kompartiyaning zamoni qusqimiz to'ydi, Kompartiya bo'lmasa yangi jungu bo'lmaydi, yangi jungu bo'lmasa bugungi bu to'qishliq bu yashab turib bo'lmaydi degan o'tkeldan xalq o'tib ketdik. Hatto Xitoy xalqi ham chiqib bu o'tkeldan o'tib ketdik. Xitoyni dushman ko'rish nisbati kundan kunga Xitoyning davlatida ichki o'lkalardami bu
Күндөн күнгө президенттин Xitayning düşman көрүш nisbati көбөйүп аткан ва Xitay хакимиятин коллош nisbati азайып аткан бир дәвр болгон күндө. Бу биз үчүн балким Аллах Таала өзү тaqdir кысмет менен биздин ахынат зарларыбыз, дуа талептерибизди Аллах кабыл кылгысы. Бүгүнкү күндө бу биз үчүн бир жакшылык. Xitayныңки мындак айтабыз эndi bir pay төмени tamның түгі ташлап қойса дадырып сесіп түгейді. Шынау му? О төмен түгішеді. Ташлап қойсақ, ешкім әйтішмесе, оның ел тегеп, ям қойып, ел немді бұзды. Ama o төмен очақ шеріп, бол қиып, тауланып, чақылап, екейділінген екен, о қаншеки о төменің бәшеді нұрғын азап, оқыбәтлі, нұрғын сынақла, нұрғын саудалы өткен екен, о ялтырақ, keskin ötkür bıçak aylındığın neyse. Bu millet siyasi krizisqa, iqtisadi krizisqa, itikadi krizisqa duç gelişi milletinin yani bir oygun işini keltirip çıkardı. Men endi bu mesleki bunda qarayım. Xoş, endi yana bir rezillik bu yığın açıp Atislam o 7-ci İslam Xotende ötümüzünki. Xotende şu vilayetlik partikom şujesi Zhang Jinbiao degan şu Xitoy qatnashib tunji qatim 352 nafar apsharkisini yani bu Xitoy kadrlarini shahar noiladagi butun masjidga o'rlashtirib shu yerda kech kunduz shu yerda yetib qo'yib ishlab qilish uchun yo'l hisoblamdi. Buni nihoyatda dog'dug'liq yig'in ichib bular har birisiga, har bir atratga sen palon noiga borsan, palon shaharga borsan, boradigan bashadan bo'lsa har bir atratning boshlig'iga bayroq taqib, bayroq tutqizib. Xitoy aslida ham yillardan buyon albatta Sharq Turkistondagi butun eng zil o'rin bo'lgan masjidlarga o'zininki jasuslarini, o'zining xodimlarini ichida bo'lishi hamda har qanday bir normal bir aql egasi shaklanmaydigan bir masala. Aniq bir masala. Yillardan buyon buni qilib keliklik. Hamda bu qatim shu oldingi kun 17-sida hamda rasmiy shaklda o'zininki kadrlarini shu masjidga qarash, masjidni nazorat qilish beqish uchun 352 odamni tunji turkumda buni yo'llabdi. Buni qanday qiladi? Nimaga ehtiyoj bo'lib qoldiki Xitoy buni qilishga? Zaten aslida sizning nurg'un odamlarning botib yerda sana xizmat qilgan. Mayli fuqarochi kiyindirib qo'yib bo'lgan butun hamda. Bu hamda kech kunduz butun bu yerda buni qilishga maqsadlarini nurg'un safsat setibdi. Shu Dinizade partiyaning bu tamamen dinni boshqarish, sotsialistik nimaga uyg'unlashtirish uchun harakat qilishlar sizning vazifanglar ajoyib muqaddas vazifa bu deb safsatini setibdi hamda. Xitoyning bu masjidga qadar bu xilda Xitoyningki Xitoy uchun xizmat qiladigan bu odamlarni o'rlashtirishning maqsadi bu har kim har xil muloyiz qilish mumkin. Endi meningcha Xitoy 80-yildan 90-yilgacha masjidni kontrol qilmagan ushman qiliqliq. Endi masjidga asosan kommunistlar kirmaydi, kirsam az kiradi. Xitoy kommunistlar kirmaydi, kirsam Uyg'ur kommunistlar kirdi. Qayrg'anlari, pensiyaga tushganlari hamda vaqt yutamizda partiyada so'g'anliga qiz vermaydigan va qizini haq olmaydigan o'lsa to'y to'kin va nazarchilarga o'lim patlarga qatnashmaydigan ishlar vardı. Ular o'lgandan keyin o'zi Uyg'ur Xitoy qo'mishiga o'zida xizmat qilib salgan, qayrg'an vaqtida berib lam hamda o'g'il o'lish qiz yatlik qilish uchun ya o'lim uchun bo'z jamoat uy kelmagandan keyin ashuna bir shakliga namzoq qo'ygan odamlar bo'lgan. Endi Xitoy o'limi shu chaqlarda hamda maxfiy jihatdan sen namoz o'qib muyda bir ishlar bo'z deb o'lni o'l qo'ygan. Mening bilishim shu vaqt men es qilganlarim hamda. Endi Xitoy yanada ta bugunga qadar yana Xitoy o'zininki shu chaqimchi jasuslar orqali hamda nurg'un hamda demek Xitoy 90-yillardan tortib har bir jamining imomlariga alohida imomlarning o'zi Xitoyningki 90-yillarning burun kim bo'lsa namoz o'qiydigan ish bordi. Hamda 90-yillardan 95dan hatto 2000-yildan beri xalqqa bir odam chirib har qanday ulamo bo'lib ketsami, har qanday bir bo'lib ketsami, asli Xitoy bekitgan imomdan boshqa bir odamning chirib namoz o'qishiga ruxsat yo'q. Ayda qilib ham cheqiblam qo'ysa, apar tutuqliq. Men shunday bo'lgan.
Şu 2013 yıl 5'de birinci ay, ikinci ayda bir namaz okup kalgan, bir iş içirip, keyin men imam bulup oldu dep çıkıp koygan. Şonda kapılık çıkkan. Demek Xitay emdi hazır 90 yıl 80 yıllardan 90 yılgacha o'zi imamlarni qattiq kontrol qilmagan pushmanqiliqlik. Chunki endi Turkiyada bir gap bor ekan, boshqa bir odamning gapi ekan bu. Camiden siyaset çıkması deb. Ama bizim Türkistan'dan camiden siyaset çıktı. Bizim siyasetimiz bizim milli, dini, İslami davalarımızdan hemisi asasen %80% dava camiden çıkanlık. Bütün İslam tarihi düşünen çıkıyor. Aslında camiden bütün merkezde aslında. Bugün bizim vatan kiradan davet etmiyor. Esli Kur'an'ın, esli biz peygamber ruhu bilen, Resulullah'dan keyingi 4 halifenin ruhu boyunca aytganda bütün siyaset, bütün kanun tüzüm, emri ferman, çekleş buyruğunun hemmesi mihraptan çıkarttı. Şunda boz bulattı. Ama dünya kafirleri, dünya komünistleri bunu bilgeç, fakat mihraptan çıkan siyaset, mihraptan çıkan emri ferman, buyruk, yasak ve buyruk çekliminin hemmesi bu başka çıkır iken, bunun dikkat, bunun ensirişimiz, korkuşumuz gerek. Dep dünya kafirleri bunu ta Osmanlı'nın yokuluşı aciz kadar hem de dünyada İslam, Orta Asya'da İslam, Türk milli Müslümanlarını bastırış kadar hem neyse, boşuna çıkan neyse. Hem de Xitay, yani bu ülke Xitay oğallığı için Xitay Şarkı'nın keçeli köprüsü bir namı var ilgili. Osmanlı zamanında, ilgili zamanlarda o Xitay halkaralaşmayan bir Xitay mı o? Moğol'un kolu da 300 yıl, Manchu'nun kolu da 500 yıl yaşap, Tang Sulalısı'nın ta mesela Song Jung-sen inqilabı 1907 yılı kadar 7-800 yıl tarihte kul olupla gahi Manchu'ga, gahi Moğol'a boysunum yaşayan Xitay mı o? Endi şuna devlet idare kılış, halk başkuruş cihetinde uzal zaman dedikleri Koğuz'un ki bazı sepsetillerini söyleyip kelgen bolsa mu yakın 300 yıl 500 yıl burunki devlet başkuruş umumun dünyanın ki meyli qaysi ideologiya, qaysi ekonomik tava Hristiyan ya İslam olsun devlet başkuruş devletçilik an düşünceden Xitay biraz mahrum kılıqlıq. Şoň hazırgacha Xitay tipirlap atadı bunun. Mesela Amerikalık olsun, Angliya olsun, mesela Angliya'nı estak, Angliya kaçan kurulgan hazırgacha padişahlık tüzüm devam kıladı. Uzal zaman hazır kadar hem de. Bula Hristiyan qanday bir ideologiyanın sahibi, yani Allah'a bağlangan bir akide var buladı. Öz burmanlıgan İncil, Tevrat'tan kalkan bir özgertilgen din olsa mı, Xitaydan korkuduğun bir xaq. Ma Xitay'nınki hem de ondaq bir alay dikkat kıldıgan bir medeniyet yönelişi yok. En azından kul olgan bir millet mi o? 7-8 yıl tarihte. Hem şunun bilen Xitay bugün günde hem de devletini saklap kalışta aşında tipirlap atkan bir mesele. Ondan keyin hem de Xitay ma ideologiya, ma din, akide, düşünce degen narsani Xitay bilgen bolsa, bunun mahiyetten tungan bolsa, Xitay hukuk bilen pulga iman etgan bir mahluk mavjud endi. Bunun imanı hukuk ve pul. Yani bizning Xitaydan başka meyli Buddiz olsun, meyli İslam olsun, meyli Hristiyan olsun, kim olsun, onun akidesi bir asman ve zeminni yo'qlikdan barliq paydo qilgan bir tengdachiz bir kuch, bir qudratga bağlangan akide mavi. Endi en mükemmel, en to'g'risi teximiz İslam. Endi Xitayda bu narsa yo'q endi. Şoň üçin Xitay devlet xalqni mayil qilish, xalqni devletni nima bilan boshqargan bo'ldigandek bu xil bir ang tushunchada Xitay heli Moğolning, heli Manchuning qilish qalqanlaridan, akbarligidan qo'rqibla teslim bo'lib, lebbey deb 7-8 yil yashagan Xitay bugungi kunda devlet quriblam chiqiblam, endi shu Qur'on bilan pulli bo'lsa hammasi yeyildigan o'xshaydi degandek mavzudan tam Jiang ta hozirgi Xi Jinpinggacha bular shu devletni azaldan Xitoyninki shu ang tushunchasi bo'yicha devlet boshqarib kelaylik. Ammo bugungi devletni mahiyat Xitoy yo'qdi qo'yaqliq. Shu ansiraylik ekan. Endi shuning uchun endi yaqindan bir azroq sezgan bo'lsa kerak 60-yildan 80-yildan hozirga qadar endi 90-yilgacha 10 yil atrofida masjidda biz Uyg'urlar Xitoy yoki tushunmaydi ya Xitoylik Uyg'urdan ko'mir so'pga odamlar Xitoyga borib chaqmaydi degan niyat bilan bizning tabliğçilerimiz, davetçilerimiz, mesela Abdülhamid Mahsum hacim ustazımız
turmudan chiqishi, Mahbubesa Mevlevi Damullam qatorliq ustozlarning turmudan chiqishi va bizning yangi tarixiy Hamidiya, Rashidiya, Aminiya qatorliq tarixiy kitoblarniki Qarxallas, Erkin Seyda xonliq oyat, undan keyingi Yaqubbek Bedavlatga oyat, andan dunyodagi islomiy va diniy tarix kitoblarimizdan ko'plab tarjima qilinib o'rtaq chiqishi bilan xalq biroz uyg'onib 80-yildan 90-yilgacha 10 yil Uyg'ur xalqi uchun hamda iqtisodiyotdan gullanmagan bo'lsa-mu, hamda din va millat vatanni tunish jihati, tarixni bilish jihati bir Seydiya xondan keyingi zamanda bir xalq ma'naviy jihatdan bir bishish xarakterlik bir ong tushunchaga ega bo'ldi xalq. Buni Xitoy mush 10 yilni Xitoy levinch aplo deb levinchliklik. Mush atrofda masjidni kontrol qilmagan Xitoy. Shu bugungi kunda Xitoyning xalqi biroz suvni eqib bo'lganda turgan sahaning foydasi yo'q, suv ketgan yo'q. Endi Xitoyning bu hozir tug'anni suv kelishdan burun saldigan narsa endi tug'ni. Ama suv ketgan bu aqida, bu tavhid, bu siyosat Xitoyning dushmanimiz ekanligi, bizning musulmon ekanligimiz, islom bilan kommunist, Xitoy bilan Uyg'ur, Sharq Turkiston bilan Xitoy davlatining qat'iy chiqisholmaydigan o'ti bilan suv, kecha bilan kunduzdek bir-biriga qarshi bir ta'sir bir ikki hukm, ikki qutb ekanligini Xitoy bugun sad kechiga to'nib yetiklik. Shuni bilan endi bugun endi kechikkan bo'lsa bu masjidning mehrablari qadar demak bu 80 yildan 90 yilgacha da'vatchilarimiz, tabliğchilarimiz her qanday da'vat va tarixga, siyosatga, Xitoyga qarshi jihodiy temidan har qanday tabliğni qo'ymay qilib keliglik. Endi bari inqilobidan keyin azab chekilgan bo'lsa-mu, yana bu yoshirin adam bor yo'q, qari xalid o'qitishdan davom qildi. Chet elga chiqqanlar bo'ldi, yana bo'ldi. Endi Xitoy yani bugungi kunda endi bu allaqachon bu Xitoyning birdan bir dushmanimiz ekanligi, Sharq Turkiston ayrim davlat ekanligi, biz Xitoyga qarshi jihad elib borsak, Xitoyning ziminini qo'llab chiqarsak, dunyo va dunyoviy oxirat jihatdan biz mangu baxt saodatini qo'lga keltiradiganligimizdagi bir buyuk chaqiriqni butun Uyg'ur o'zini musulmon sayda qilmayman deydigan, ya atani sayda qilib janimizdan o'tadi cho'ng bo'lgan bolaning hammasi buni tunib yetiklik bo'lgan kunda. Shuning uchun Xitoy endi bu kechikkan bo'lsa, marrab shu molla ulamosiningki masjid bo'lgan har bir gap bu haqqa shu qadar ta'sir qildi ekan, butun Turkistonda, ya'ni atalmış Xitoy tilidagi Xinjiangni bu muqimsizlik, bu bölgünçilik, bu terrorlik hammasi mush masjiddan, jamoatdan, yana imomdan portlab chiqadi ekan bu narsa degan bir hukm Xitoy kelib, mush 20 yil, 15 yildan beri Xitoy o'zining imomlarini o'zi tanlab, o'zi Qashqarga ya Urumchiga islom universitetlaridan, islom institutlarini qurib, o'zi bir qo'lliq tarbiyalab, kompartiya yaxshi Yaşasın Cungo Gumşandang degan shuarni to'ltib qizil bayroq ostida qari Qur'on imom qilib tarbiyalab chiqqan bo'lsa-mu, ya'ni bularni yana kelib, chunki uning qo'lida Qur'on borda, oldida qizil bayroq bo'lgan bilan, oldida Xitoyning bayrog'i, Xitoyning hokimiyati bo'lgan bilan, Xitoyning siyosati bo'lgan bilan, yavatgan ishotgan Xitoyning neni keyin bo'lgan bilan, qo'lida Qur'on Karim bor. Bu Qur'on uningga bo'ysunmaydi. Qur'on kim desa shuningga boslashib ketadigan bu zamonning sapsasi emas, u bir muqaddas kitob. Şu Kur'an hemen bo'lgandan bularning aqidasi o'yg'oq, tig'i pokiz, insof, diyonatlik, haloldan nom berib baqqan Xudodan hidoyat tilab, duo qilib, bir ilm talab qilib yetilgan qari Qur'onninki, ota-onasiningki duosi bu bola yana qulluq shu Qur'on olgandan keyin Qur'on hamini insonni haqiqatga chaqiradi. Xitoy buni yetiklik, bilib yetiklik. Shu mihrobgacha biz hamma imomga kinishki taqitib, kimlik taqitib, ayrim namaz o'qib berdigan, o'qisa bo'lmaydigan odamning kinishi bu qadar qo'lliq tegillik. Ama şu yaqin uzoqgacha. Ya'ni shunda qilib har bir imomga kinish taqitib qo'ygan bo'lsa Xitoy yana imomga kinish taqitgan bilan imomning aqlini kontrol qilolmagandan keyin Xitoyni har qanday yaxshi ko'radigan bir imom mishdan chiqsa Xitoyni danglagan bilan kompartiya yaxshi degan bo'lsa bu namoz o'qigan vaqtda nima deydi? Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Qur'ondagi xalqan oyat o'qigan vaqtda nima deydi? Ya'ni Qur'onning hukmi oyat yana insonni, jamoatni va imomni haqiqatga chaqiradi. Shuning uchun Xitoy degan o'zining yetilgan imomlarga ishonmaylik. Mira, shunga imomning qishiga o'zining abshariklarni, jasuslarini yaqin o'ltaqizib, oshkora va maxfiyan imomning har bir da'vatgan gaplarini bir-birlab kompartiyaga yetkazib turadiganqa va Xitoy tarafdan qo'yilgan odamningki
tahdidi bilan imomni xohlagancha gapni qilolmaydigan darajada mehrobni kontrol qilmoqchi bo'ldi Xitoy bugun. Endi bu halqi bu Xitoy uchun bu yaxshilik emas. Xitoy buning bir ijobiy tarafi bor deb qarash, ammo bu Xitoy uchun bir salbiy tarafining Uyg'ur musulmonlar uchun, Uyg'urlar uchun bir ijobiy tarafiningki yoshirin kun-kun kuchayotganligini xo'sh. Xitoy bilmaylik, hatto bizning adamlarimiz ba'zilar bilmaylik bu narsani. Hem hozir bugun vatanda ba'zi masalaga to'g'ri qaramab turganmiz, ham chetlarga chiqqanda jiq siyosiy diniy olimlarimizning gapidan ba'zi kallamiz, ba'zi narsaga. Hem hozir to'rdim chiqdi, Xitoyning bayrog'i mahrob esildi bugun. Endi Xitoyning bayrog'i mahrob esilishdan sirt, endi yuqorida hozir deyilgandek Xitoyning eng yaqin g'alchillari, itlari, afsharkillari imomning o'ng so'l taraflaridan o'rin oldi. Endi mush darajada Xitoyning bayrog'i mehrab esilgan vaqtida shu chiramdiq yo'qmi deb fatvo so'ralyapti endi. Endi men buningga meni so'rmadi u endi. Endi mening tushuncham xato bo'lsa ustozlar chiroyli radiya bas qabul qilaman, to'g'ri bo'lsa Alloh rahmat qilsin desa bo'ladi menga. Biz bugungi kunda Uyg'urlarni Xitoy qanchaki masjidga chiqmasak, masjidni suslashtirsak, masjidni tashlab etsak, g'irib qo'ysak, Xitoy xo'sh bo'ladi. Bugungi kunda Xitoy shuni bana Sharq Turkistonda bir masjidga masalan nurg'un masjid bor, 20-30 ming masjid bor, bir odam kirmasa jamiga, masjidga namozga Xitoy xo'sh bo'ladi. Xitoyning bayrog'i bugun bir lata hamda uni haqiqatan u. Lekin biz endi moddiy pokizlik jihatdan Xitoyning bayrog'ini pok juvitib so'ponda namoz o'qisak bo'lmamdi degan narsaga chin fatvo berdi. Uni Xitoyning bayrog'i demay, bu bir lata bir namoz o'qiydigan ya bo'lmagan uchun mushin deb namoz o'qib turay desa, buning shu deb o'zicha misol bo'laymi? Endi demak o bir lata endi. Bugungi kunda biz Xitoyning bayrog'i kiryapti deb hammamiz jamini tashlab etsak, Xitoy xo'sh bo'ladi. Shu bizning masjidga chigizmaslik uchun, masjidni g'irib qo'yish uchun, masjidga odam kirgizmaslik uchun Xitoy buni qilliqlik endi. Biz Xitoyning bayrog'i masjidga emas, hatto yurtimizning xalq maydonlari tursa chiqib sundirib etgan va uni ko'rayotgan millat biz. Endi Xitoy buni bilib o'zlarimizga ichib, ba'zi ma'qul deb ichib o'choq qilgan millat biz. Shuna qilib keldik tarixdan beri, 20-30 yillardan beri. Xitoy bayrog'ini biz o'choq soldiq ichirib, esib qo'yish chiqib, jiqadan kesib ketaylik Xitoyning bayrog'ini elib etish, sundirib etish, ko'ydirish orqali. Ay yiroq xalq maydonidan. Chunki Xitoy buni bilib, biz bilan qayishib Xitoy buni sen mandaq shu yurtda minglagan odamning bir yezining bir shaharning bir xalq maydonining bayrog'ini sen sig'dingmi deb Xitoy buni bizga zo'rlik siyosati bilan, besim bilan buni bizning o'yga geçirib, tamlarimizga va mehrab geçirib, mehrablarimizga biz esishga majbur qildik. Endi biz bayroq qanchaki yomon ko'rgan sari, bu bayroqning qanchaki bu bayroqning sahibi egizni qanchaki dushman ko'rganimiz sari, dushman buni bizga majbur ashunda qildik. Endi bu majburlashdan-da ba'zi bir aqidasi so'z shu ilqi silab bildigan odamningki ko'nglida bu endi akan kimlar yengan shu yashmasa qolmaydi bo'ladi deblar. Unda odam Xitoynimi? U bayroqni qabul qilgan odamning bu bayroq oldiq kelgan odamlar bayroqning haqiqatan dushmanning bayrog'i bu bayroqni qabul qilish qat'iy bo'lmaydi, bu dushmanning biz qilgan zulmi deb bildigan odam 70-80% egallasa, faqat bu bayroqni kari yo'q, siyosat bilan kari yo'q. Buni qizil bayroq asamdi, Turkiston islom bayrog'ini asamdi, ya qaysi bir payg'ambarning bayrog'ini asamdi, kari yo'q odam bo'lmishdi. Bayroq bilan kari yo'q, Sayyid islom bo'ladigan. Mana odam bor. Demak, mehrab kishi esvagan bilan bu bayroqni u masjidda haqiqatan hamma odamni erkin, azod bir yagapini so'rab baqsa, u bayroq qo'llaydigan ya bir odam chiqadi, ya chiqmaydi. Balki chiqmaydi. Bular dehqon haqdan qayerdan chiqmaydi. Endi ma kommunistning maoshini yeb, Amerikan partiyaning pulini yeb yashagan aqliga jo'nashib qolgan odamlar uni deysimi? Ammo xalq ichida u bayroqni suydigan qalbidan endi Xitoyning majburiyatidan o'zlariga sezib degandek esim qilgan bilan qilmaydi. Demak bu Xitoyningki endi Xitoy aql bo'lsa, aqlliq bo'lsa, Xitoyda bir
Hem edem ülgü kılıç tegişlik, ügünüş tegişlik bir medeniyet, bir ahlak bolsa, kişilik özü kabul kıysa, Kompartiyanın özlüğünden suyduğun, Kompartiyanın özlüğünden imayı kıldığın, Kızıl Bayrak'ın özlüğünden kovaladığın adamlar yetildilerse, bu Xitay'ınki, bu utqunu ve galbisiydi bu. Ama bu mecbur kılmadı bunu. Halk bunu tutup yedi. Şu bayrakın yoktu, şu bayrakın sahipleri karşı çıkış için bu zamandaki nurgun inkılapla Bulağlık Abdurrahim Ötkür Turgun Almas'ınki Eninde Zurdan Sabır'ın bu tarihlarda 100 yıllık işler tepsili oturup koyaklık. Tamam. Savad ve Uygur bugün günde kitaplarla tanışıklık elhamdülillah Allah'a şükür. Bugün günde biz vatanını fethi kılamıyorsak mı, müstakil İslami devlet kuramıyorsak mı, minliğin asker olup Xitay'a karşı bir hareket kılamıyorsak mı, Xitay'ın düşman bir kafir komünist, bizden bir Uygur bir Müslüman, ular okşamaydıgan ayrım bir millet ikenligimizni tunup yettik. Xitay'ın işgalci, tecavüzçilerini tunup yettik. Bizden mezlum, besvelenilgan bir müstemlik yaşayan bir aciz bir millet ikenligimizni ilgili nurgun tarihi, saltanatlarının tarihi, nurgun şallık tarih yaratkan bir millet ikenligimizni tunup yettik. Bu biz için bir kalbi. İnşallah Xitay bu zamanda pat pırsatı mağlup oldu. Çünkü şurada Xuday. İnşallah. Köp rahmet, nayet yaxşı geçip böyle. Elbette Xitay'ınki en işençlikte orullaştırıp atkan mescitlerdeki orullaştırgan şu İmam Mazin Katarlık bulanama köngü kep kisigan boldu hem de biz gibi işenmepti bu Kompartiyemiz, partiyemiz dep. Şense ağacında başlangıç metafik okuyucun ekilemde Xitay bir Uygur geçelmeydi. Xitay adette şiki ülkeler muşu ürümçide jığınası mı? Biz turumuz yaptık ya biz. Turumuz Uygur kadrlı var. Misal bir minut bir gep kılay. Turumuz yaptık biz. Misal Kurban Bayramı'nda da Rozayet Bayramı'nda bizge bir gün bayram verdi. Vakt verdi. Oturup ben de cim oturup televizyon görümüzde kitap okuyumuz. Ergin ayet kılamayımız. Şu mezgilde birim Uygur kalmayı durmuş idi. Uygur demel çıktı. Demel çıktı. Aş vakti Xitayla özünün mesela birinci turmada mesela 500 kadr olgan bolsa, 500 kadrınınki 350'ge Xitay 150'ge ya birayıza Uygur kaladı. Aşola Kurbaniyet ve Ramazan bayramlarında Heytlide Uygurlu üye ketkendikin bütün Xitay kadrlı kaladı. Xitay kadrlı kılıp özara paranlaşıp aş kadrlı Uygurlu kadrlı yok fırsattan faydalanıp bula bizge şundak zulümünü kılıp aladı. Hatta balanı sen bugün günde çirip Xitay başlıkları. Ay bizden bu tarih bildiğin mahfuz baladan çirip planı bugün neymiken bu kurban bayram diye hukmayda Xitay çıktık. Bu Kurbaniyet degen kandak bayram, bu Ramazan degen kandak bayramınla bola dep soğalı var. Çekendikin mendek elki cık kuldan sorup koyuş dep. Çirip kıkandikin bu Ramazan kandak bayram degendikin biz onu bunu Kur'an'da inna anzalna suresinin ortaya gelip Kur'an'ın nazil kılınganlığı bununki Kur'an'a şükret Kur'an'ın asmandan Allah tarafından düşkenliği katarlık bir vakalı söyleyip ekilip bu Ramazan bayram Müslüman için bulundu. Kurbaniyetine bu hicret degen bu Peygamber Aleyhisselam müşine bir bayram kılbası degen bir sözü var ya. Hem buna Mekke fethisini degen de kişilerden. Ayın söyleyip ekegendeki turap keyi yakşı dep çıktıplam şu bir buyruqlan bir işke men mahfuz eşikla tik to'g'izib hamimizning qo'lini ko'targizib ay bir saat munda turib qo'llanib suymaysiz deb bayram bo'lib olsa ayda qilganlar bor. Bizga nurg'un Xitoy kadrlar Rozayet Qurbaniyet bayramimizni o'chiradi bizdan chirib. Uyg'ur kadrlar bavas qilmagan o'chini ash Uyg'ur kadrlar bizdan chiqayotgan oladi. Andiza chag'an kelib qoladi ba'zi vaqtda sap Uyg'ur kadr qolib turmas edi. Ular ham o'g'li qolgan kunda biz ulama kılıdı şu namaz okununca ulaşıp tebliğ kılanı onu diyemeydi herkes ama dutta tembirini naş müziklerini ekilip nealin ton çapallarını dopulunu ekilip geldi. Ekilip sama usul
tez qılınlar, yoki naqsh o'qinglar deb shunda ba'zi bolalar Qur'onni yoki bunda islom she'rlarini bunda naqsh anglab o'qiyotgan bolalar bor. Kadr bilib turdi shuni. Endi bu yerda urush balki istakdorli qurolli bo'lsa hisob emas. Turumning ichidami men masalan 5 saqchininki xizmat qilib chiqayotgan bilim turman dedi. Ay bizga bo'layotgan zulm, Uyg'urlar, musulmonlar bo'layotgan azobga chidab bo'lolmay, ko'zdan pal-palba yosh chiqib, chuchkigan bo'lib ko'zni yetgan bo'lib chiqgan saqchilar bor. Biz uni nima deymiz? Demak, u har narsani qalb masalasi bor. U aqida chaponni kiyib yurgan bilan. Hem shuning uchun bu narsa Xitoyning marrab qishi bervag'ini bilan masalan Urumchi qatliamida Urumchi tutilgan bolalarning nurg'un bolalarni Xitoy o'zi Urumchida yetilgan, Urumchi cho'nglab yetilgan saqchilar, Beijingda ishki o'lkalarda saqchi universitetlarda o'qigan, xalqaro qonunni, davlatning qonunini, Xitoy qonunini tushungan odamni kelib bolalarni so'roq qilganlar. Biz Xitoyning asli qonunda urushga bo'lmaydi, majburlab zulm bilan mecbur urib tillab mecbur iqro qilish bo'lmaydi degan siyosat bor. Lekin Xitoy bunu qiladi. Tabii. Ha balla Uyg'ur saqchilar ashunda qilib mumkin qadar o'sha tayoqni azroq yesa o'sha demlar. Mumkin qadar tayoq yemas ekan deganda gaplardan siliq bu Xitoy kadrlik ko'masda suv kirib, mevchiga kirib, qaji olma Xitoy kirib qolmasin, mana ichib olma Xitoy kirib qolmasin deb turib so'roq qilganlar bizni. Endi bu kurash şu bor demek, o elbette saqchi bilan Xitoyning qo'lida 15-20 yil tarbiyalangan, Xitoyning ishki o'lkalarida o'qigan bu darajada Uyg'ur saqchilar bilan Xitoy saqchining o'rtasidagi bu ziddiyat tinimsiz yuz berib atgan tursa, nechun delik emasmi? Ya qalbi qilishamdan, haqasini o'sha ishlaydi desak. Xizmat tashlab deydi emasmi? Ya xizmat tashlab biroq chiqtil desak, bola bor ekan, uy bor ekan, xotin bola bor ekan, baqmasak bo'lmagan deb chaqchaq qilib bunda Xitoy bo'lmasa, qasin bizni baqalaysa, siz uchun nima qildilar? Şimdi bakanmaysa, bir bana ayda neçe bin pul ketedi, onu bakmasam, balık okutmasam bulmaydı. Karısak Uygur oturursa şundak men Müslüman dep. Şimdi bizim kılgını bulmagan. Ay, uçuk deydi sakçı balık. Endi bu biz için bir yaxşı iş. Ben bunu cek küstürlük endi. Demek bu men yapış kelip algan Xitoy özünün 20-30 yıl yetildigen adamlarını demek Xitoy bilebilik bunu. Uygurlarning saqchi sahasi yo'q. Mesela devlet rehberlerine sebebini esasla en ahırda tavuqlub yürüp Beijing'de yaşap ölüp ketdi. Aşidem'in en ahırısı Mavuz'dan kaldınıp Ahmetcan Kasımlı'nın yoqulup Türkistan'ın Xitoyning qo'lida qilishdik. Pajak Aşidem ahır pişman qılaqlıq. Demek Xitoy bizni tunib yetiglik. 7 yaşdan 70 yaşgacha Uyg'urning bu 20-60 yillik Xitoy bilan bo'lgan bu mücadelemizde Xitoy bilgan bizni tushunib yetiglik, bizmi Xitoyni tushunib yetiglik. Haman biz Xitoydan ayrılmasak bo'lmaydigan bir haqiqatni bizde 90-80% adam tushunaylik bizde. Çünkü Xitoy xalqaradagi Uyg'urlarning ayrim bir davlat ekan, ayrim bir millat ekan, ayrim bir madaniyati bor ekan, buning Xitoyga o'xshamasa tili, yezig'i, ilmimiz o'xshamasa nima uchun bu bundaq degandek hamda da'volarimizga ergashib xalqarada ba'zi g'arb dunyosidan yoki islom dunyosidan ba'zi e'tiroz inkoslar bo'lgandan keyin Xitoy asta Xitoyningki puli ve kurali, hukuki kuchaygan bilan xalqaradagi dünya milletlerinin aldıda dünya medeniyeti sahasida Xitoyning asta salohiyati medeniyet jihatdan, sog'lomlik jihatdan, obro'y jihatdan asta cho'kayotgan Xitoy biliglik endi. Chunki bu zulmning tufaylidir. To'g'ri. Demak, shu Xitoy bilgan aldida dedim, Xitoy bilgan ruhiy psixik jihatdan Xitoy mag'lub bo'ldi. To'g'ri. Bu biz uchun merabqa bir afshaga kirib qo'yishning o'zi yani bir mecbur tutkan bulası dese bunu belki bir itikatsız Uygur'dan birisi Xitoyga tekip qilish mumkin ya Xitoyning qizini ep qilish mumkin. Bir mezgil tutkan bulup qilish mumkin. Ama bu 35 milyon Uygur'ning hammasi Xitoydan tutkan bulup olamaydı. Hech bo'lmasa 5% tutkan bo'lsa mı yani 95% qilib qoladi. Yani bu itikadi havalığa göre tanlaydigan bir to'g'ri. Bizga yo'q masala. Ko'p rahmat. Allah razı olsun. Hürmetli televizyon köşkler, şuna kılıp bu katımlık uçuk sohbet programımız müşahede ahırlaştı. İnşallah yeni bir katımlık programımızda görüşeceğiz. Cenab-ı Allah tavşirmez. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.